Zamonaviy oshxonaga mos keladigan Bextondan flagman model. Ko'k oynali old panel sensorli TFT boshqaruv tizimiga ega bo'lib, barcha funksiyalarni qulay nazorat qilishni imkonini beradi. 80 litrli keng hajm esa katta oilalar, mehmonli kunlar va ko'p pishiriladigan taomlar uchun ayni muddao. Modelimizda jami 19 xil funksiya mavjud. Ularning ichida grill pishirish, tepadan va pastdan isitish, parrak rejimlari, muzni eritish, xamir oshirish, sekin pishirish va albatta sog'lom taomlar uchun yog'siz qovurish sistemasi, ya'ni air fry funksiyasi ham mavjud. Va eng asosiy funksiyalardan biri bu dehydrate funksiyasi. Bu funksiya orqali go'sht, meva, sabzavotlar va shunga o'xshash mahsulotlardagi suv bug'lanib chiqadi va quritilgan holatga keladi. Modelimizning ichida mustahkam emal ishlatiladi va modelimizning eshigi esa 3 qavatli oyna bilan jihozlangan. 3 qavatli oyna issiqlikni tashqariga chiqarib yubormaydi va ichki oynalarni bemalol yechib tozalash imkoni ham mavjud. Idishlarni oson tortib olish uchun 2 dona teleskopik panjara, 2 xil chuqurlikka ega bo'lgan patnis va albatta yog'siz pishirish uchun air fry savatchalari ham mavjud. Pechimiz yumshoq ochilib yopish mexanizmiga ega bo'lib, eshigimizning tutqichi mustahkam inox bilan jihozlangan. Ichki sovutish va isitish aylanadigan konveksion ventilyatori haroratni teng taqsimlab, taomlarni bir maromida pishirishni imkoniyatini beradi. Bu model uyda bir vaqtning o'zida ham dizayn, ham qulaylik, ham professional darajadagi pishirishni istaganlar uchun flagman model.